Ushbu gaplarim Real Madrid muxlislariga yoqmasligi aniq, ammo siz haqiqiy muxlis bo'lsangiz buni qabul qilishga majbursiz. Real Madrid hozirgi paytda Barselona qarshisida ojiz. Hozirda Barselona ajoyib formada. Jamoa 2025-yilda hali mag'lubiyatga uchragani yo'q. Kataloniyaliklar so'nggi o'yinlarda faqat yirik hisoblarda g'alaba qozonmoqda. Real Madridda esa buning aksi. Jamoaning natijalari uchta futbolchining kayfiyatiga bog'liq bo'lib qolgan. Ya'niki ularning o'yini chiqsa, Realni to'xtatish qiyin. Lekin bu har safar ham ishlamaydi. Klasiko oldidan Real himoyasida ham jiddiy muammolar bor. Sociedadga qarshi o'yindagi xatolar bunga yaqqol misoldir. Agar Klasikoda ham Alaba maydonga tushadigan bo'lsa, uning qon tushirish ehtimoli juda ham katta. Qolaversa, Qanotto Vaskesning o'ynashi ham juda xavfli. Mana shu futbolchilar Klasikoda dahshatli formada bo'lgan Rafinha, Yamal, Lewandowskiga qarshi to'qnash keladi. Agar Carlo Otto tezroq himoyani tartibga solmasa, o'tgan safargi Klasikolardek Barselona yirik hisobda g'alaba qozonishi ehtimoli katta. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Kelayotgan El Klasikolarda kim g'alaba qozonadi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.